Bunaqa kelin kimga kerak? Kim ko'zi uchib turibdi? Men shu o'g'limni uylantirib olsam, mazza qilib ko'k choy ichib, rohatini ko'raman degan ota-ona endi og'zi oshga yetdi deganda, bu yoqdan kelin o'g'ilni sug'urib olib chiqib ketsa, kimga kerak bunaqa kelin? Lekin mana shu kelinlari shartiga ko'nayotgan iflos kuyovlar bor, erkaklar bor. Ota-onani tashab chiqib ketishga tayyor turganlari bor. Ota-onadan kechilmaydi, birodarlar. Xotindan kechsa kechiladi, lekin ota-onadan kechilmaydi. Ota-onangizdan kechdingizmi? Xudo sizdan kechadi. Ota-onangizdan ayrildingizmi? Xudo sizdan ayriladi, bilib qo'ying. O'shaning uchun hech bir holatda qanaqa shart bo'lmasin, faqat tanlash imkoniyati bo'lsa, ota-ona tanlanadi. Ularning rozichiligi, ularning duosi tanlanadi, birodarlar. Bir joyga bordik. Bir yigitlardan aytayapti. Qoraga tanish